Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim va ko'pchilikni xavotirga solayotgan masalani tushuntirib bermoqchiman. 2026 yilda pensiya bekor qilinadimi? Pensionerlarning puli to'xtatiladimi? XWIF, ya'ni Xalqaro valyuta fondi subsidiya bo'yicha nima so'radi va bu oddiy odamning cho'ntagiga qanday ta'sir qiladi? Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotgan ota-onalarimizga, balki ertaga pensiyaga chiqadigan har bir ishchi, tadbirkor, byudjet xodimi va hatto yosh oilalarga ham tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men mish emas, mantiq, amaldagi tartib va ehtimoliy o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda odamlar vahimaga tushmasligi uchun aniq tushuntirish juda zarur. Avval eng muhim savolga javob beraman. 2026 yilda pensiya butunlay bekor qilinadimi? Hozirgi holatda bunday rasmiy qaror yo'q. Ya'ni pensiya tizimi ertaga yoki 2026 yilda birdaniga yo'q bo'lib ketadi. Pensionerlarga pul berilmaydi degan gaplar tasdiqlangan ma'lumot emas. Lekin bu umuman xavotirga asos yo'q degani ham emas. Chunki davlat byudjeti, ijtimoiy xarajatlar, subsidiya, pensiya jamg'armasi va xalqaro moliya tashkilotlari tavsiyalari atrofida muhokamalar kuchaygan. Ana shu joyda odamlar subsidiya qisqaradi degan gapni pensiya bekor bo'ladi deb tushunib olishmoqda. Keling, farqini aniq ajratib olaylik. Pensiya bu fuqaroning mehnat staji, to'langan ijtimoiy badallar. Ish haqi tarixi va qonunlarda belgilangan huquqi asosida beriladigan ijtimoiy to'lov. Subsidiya esa davlatning ayrim sohalarni yoki aholining ayrim xarajatlarini qo'llab-quvvatlash uchun beradigan yordami. Masalan, elektr energiyasi, gaz, issiqlik, transport, ayrim oziq-ovqat yo'nalishlari, uy-joy dasturlari yoki kommunal xizmatlar bo'yicha narxni sun'iy ravishda arzon ushlab turish subsidiya hisoblanishi mumkin. Xalqaro valyuta fondi odatda davlatlarga byudjet xarajatlarini tartibga soling, samarasiz subsidiyalarni qisqartiring, yordamni hammaga emas, aniq muhtoj qatlamga yo'naltiring degan tavsiyalar beradi. Bu har doim ham pensionerlarning pensiyasini olib tashlang degani emas. Avvalgi yillarda ko'plab xizmatlar aholiga nisbatan arzon ko'rinardi. Chunki davlat narxning bir qismini o'z zimmasiga olardi. Masalan, gaz yoki elektrning haqiqiy tannarxi bir miqdor bo'lsa, aholidan undan pastroq narx olinardi. Oradagi farqni esa davlat korxonalari byudjet yoki qarz orqali yopardi. Tashqaridan qaraganda odamlar narx arzon deb o'ylaydi. Lekin aslida bu xarajat baribir davlat zimmasida turadi. Davlatning puli esa qayerdan keladi? Soliqdan, bojxona tushumidan, eksport daromadidan, davlat korxonalari foydasidan va ba'zan qarzlardan. Demak, subsidiya ko'paygani sari byudjetga bosim ortadi. Hozirgi o'zgarish nimada? Davlat xarajatlarini ko'proq hisob-kitob bilan yuritishga majbur bo'lyapti. Aholi soni oshyapti, pensionerlar soni ham yildan yilga ko'payadi. Tibbiyot, ta'lim, yo'l, suv, elektr tarmoqlari, ijtimoiy nafaqalar, pensiyalar hammasi pul talab qiladi. Agar bir tomondan narxlar oshsa, ikkinchi tomondan aholini himoya qilish zarur bo'lsa, davlat muvozanat izlaydi. XWIF tavsiyasi ham asosan shu joyga borib taqaladi. Yordam kerak, lekin uni to'g'ri manzilga bering. Hammaga bir xil arzon narx qilib tarqatmang. Eng muhtojlarga kompensatsiya qiling. Endi men sizga eng oddiy tilda aytaman. Hozir pensiya olayotgan odamlar birinchi navbatda vahimaga tushmasligi kerak. Agar siz yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini qonuniy asosda olayotgan bo'lsangiz, bu sizning huquqingiz. Uni bekor qilish uchun oddiy bir bayonot yoki xalqaro tashkilotning tavsiyasi yetarli emas. Bunday o'zgarish bo'lishi uchun qonunlar o'zgarishi, parlament muhokamasi, rasmiy hujjatlar, ijro mexanizmlari bo'lishi kerak. Shuning uchun internetda 2026 pensiya tugaydi degan sarlavhani ko'rsangiz, darhol ishonmang. Lekin kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi navbatda hujjatlarda muammo borlar. Masalan, odam o'tgan yil ishlagan. Lekin mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'liq emas. Ayrim yillarda ish joyi yopilgan. Arixidan ma'lumot topilmayapti. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar yo'q. Bunday holatda pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda muammo bo'lishi mumkin. Pensiya bekor qilinmaydi. Lekin hujjat yetishmasa, odam o'ziga tegishli miqdorni to'liq ola olmasligi mumkin. Ikkinchi guruh norasmiy ishlaganlar. Masalan, bir kishi 20 yil qurilishda, savdoda, xizmat ko'rsatishda ishlagan, lekin rasmiy shartnomasi bo'lmagan, soliq yoki ijtimoiy badallar to'lanmagan. U odam real hayotda mehnat qilgan, lekin tizimda staji ko'rinmasligi mumkin. Ertaga pensiyaga chiqqanda
Men 20 yil ishlaganman deyishi mumkin. Lekin davlat organi tasdiqlovchi hujjat qani deb so'raydi. Mana shu katta xavf. Pensiya tizimi kuchaygan sari, raqamlashtirish oshgan sari norasmiy mehnat qilgan odamning kelajakdagi pensiya huquqi zaif bo'lib qoladi. Uchinchi guruh faqat ijtimoiy yordam va kompensatsiyaga tayanib qolganlar. Agar subsidiya tizimi o'zgarsa, hammaga bir xil arzon narx berish o'rniga faqat ehtiyojmand oilalarga yordam berish modeli kuchayishi mumkin. Masalan, elektr yoki gaz narxi bosqichma-bosqich oshirilsa, kam ta'minlangan oilalarga kompensatsiya berilishi mumkin. Lekin bu kompensatsiyani olish uchun ijtimoiy himoya yagona reyestrida bo'lish, daromadlar to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi, oila tarkibi va yashash manzili aniq bo'lishi kerak. Hujjati chalkash odam yordamdan quruq qolishi ehtimoli bor. Keling, real hayotga yaqin bir nechta misol ko'ramiz. Birinchi misol, 18 yoshli otaxon oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U kishi o'z uyida turmush o'rtog'i bilan yashaydi. Agar kommunal xizmatlar narxi oshsa, uning xarajati oyiga deylik 1 ming so'mga ko'payishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Lekin pensiyaning xarid qobiliyati kamayishi mumkin. Shuning uchun hukumat odatda bunday paytda pensiyalarni indeksatsiya qilish, ya'ni oshirish yoki ehtiyojmandlarga qo'shimcha yordam berish masalasini ko'rib chiqadi. Asosiy savol shunda, oshgan xarajat pensiya oshishi bilan qoplanadimi yoki yo'qmi? Ikkinchi misol. 59 yoshli ayol pensiyaga chiqishga tayyorlanyapti. U 15 yil maktabda ishlagan, keyin 10 yil uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan, keyin 8 yil xususiy do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan. Agar do'kondagi faoliyati rasmiy bo'lmagan bo'lsa, pensiya hisobida faqat maktabdagi staj va qonunda tan olinadigan boshqa davrlar ko'rinishi mumkin. Natijada u kutgandan kamroq pensiya olishi mumkin. Bu yerda XFP ham, subsidiya ham emas, asosiy muammo hujjat va rasmiy stajda. Uchinchi misol, 25 yoshli erkak hali pensiyaga uzoq, menga nima aloqasi bor deb o'ylaydi. Lekin u bugun norasmiy ishlasa, ertaga pensiyasi past bo'ladi. Masalan, u oyiga 5 million so'm ishlab topadi. Lekin hujjatda daromadi 0 yoki juda kam ko'rsatiladi. Kelajakda pensiya hisoblashda tizim uning haqiqiy daromadini emas, rasmiy ma'lumotni ko'radi. Demak, bugungi qulaylik ertangi qarilikda muammoga aylanadi. 4-misol. Pensioner farzandlari bilan bir uyda ro'yxatda turadi, lekin aslida alohida yashaydi. Ijtimoiy yordam tekshirilganda oila daromadi hisoblanishi mumkin. Farzandining daromadi yuqori ko'rinsa, pensioner ehtiyojmand emas deb baholanishi ehtimoli bor. Shu sababli yashash manzili, oila tarkibi, ro'yxat va real holat bir-biriga mos bo'lishi juda muhim. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Subsidiya qisqaradi degani har doim ham yordam tugaydi degani emas. Ko'pincha tizim o'zgaradi. Masalan, avval davlat elektr narxini ham boyga, ham kambag'alga bir xil arzon qilib berishi mumkin edi. Natijada katta hovlisi bor. Ko'p elektr ishlatadigan, konditsioner isitgichlari, katta maishiy texnikasi ko'p bo'lgan odam ko'proq subsidiya olardi. Oddiy pensioner esa kam ishlatgani uchun kamroq foyda ko'radi. Manzilli yordam modelida esa davlat kim muhtoj bo'lsa, pulni yoki kompensatsiyani o'shanga beraman deyishi mumkin. Nazariy jihatdan bu adolatliroq. Amaliyotda esa hujjat, ro'yxat, tekshiruv va ariza masalalari to'g'ri yuritilmasa, muhtoj odam yordamdan chetda qolishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya miqdori oshsa ham, narxlar undan tezroq oshsa odam baribir qiynaladi. Masalan, pensiya 10% oshdi deylik, lekin dori-darmon 20%, oziq-ovqat 15%. Kommunal to'lovlar 25% oshsa, pensionerning real ahvoli yengillashmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, faqat pensiya oshdi degan xabarga emas, real xarajatlar savatiga qarash kerak. Pensioner uchun eng katta xarajat odatda non, un, yog', go'sht, dori, kommunal xizmatlar va transport bo'ladi. Ayniqsa surunkali kasalligi bor odamlar uchun dori xarajati pensiyaning katta qismini olib qo'yadi. Uchinchi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ko'pchilik agar pensioner ishlasa pensiyasi kesiladimi deb qo'rqadi. Bunday masalalarda har doim amaldagi qonun va rasmiy tartibga qarash kerak. Chunki turli davrlarda ishlovchi pensionerlarga nisbatan turli cheklovlar, to'liq to'lash yoki ushlab qolish mexanizmlari muhokama qilingan bo'lishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organdan o'zingizning holatingiz bo'yicha yozma yoki elektron tushuntirish olish. Og'zaki gapga ishonib ish tutmang. Chunki ertaga biror xatolik bo'lsa, menga falonchi aytgandi degan gap hujjat bo'lmaydi.
To'rtinchi nozik jihat nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik to'lovlari. Bu to'lovlar ham ijtimoiy himoyaning muhim qismi. Agar tibbiy ko'rik, nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati farzandlarning o'qishi yoki boquvchisini yo'qotganlik huquqi bilan bog'liq hujjatlar vaqtida yangilanmasa, to'lov kechikishi yoki to'xtab qolishi mumkin. Bu ham davlat pensiyani bekor qildi degani emas. Balki hujjat jarayonidagi muammo bo'lishi mumkin. Masalan, talaba farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, o'qishini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Muddat o'tib ketsa, tizim to'lovni vaqtincha to'xtatadi. 5-nozik jihat. Bank kartalari va ishonchnomalar. Ayrim pensiyalar o'z pensiyasini farzandi yoki boshqa yaqinning kartasi orqali oladi. Ba'zilar ishonchnoma beradi, ba'zilari ishonishi mumkin. Lekin xavf ham bor. Agar karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, pensioner pulini to'liq olyaptimi, yo'qmi, nazorat qila olmasligi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p uchratganman. Ona pensiyasini oladi, lekin kartasi o'g'lida. O'g'il kommunal to'lovni qildim deydi. Aslida pulning bir qismini boshqa narsaga ishlatadi. Pensioner bunday vaziyatda ham moliyaviy ham huquqiy jihatdan zaif bo'lib qoladi. Shuning uchun karta, SMS xabarnoma, bank ilovasi yoki naqd olish tartibini o'zingiz tushunib oling. 6-nozik jihat qarzdorliklar. Agar pensionerda kredit, aliment, sud qarori yoki boshqa majburiy undirishlar bo'lsa, pensiyadan ma'lum tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Odam esa pensiyam kamaydi, demak bekor bo'lyapti deb o'ylaydi. Aslida bu ijro hujjati asosida ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan ko'chirma, majburiy ijro byurosidan ma'lumot, pensiya to'lovi tafsilotlarini tekshirish kerak. 7-nozik jihat firibgarlar. Bunday vahimali xabarlar tarqalganda firibgarlar faollashadi. Pensiyangiz to'xtamasligi uchun pasportingizni yuboring. Subsidiya olish uchun kartangiz raqamini va SMS kodini ayting. 2026-yilgacha ro'yxatdan o'tmasangiz pensiya bekor bo'ladi degan aldovlar chiqishi mumkin. Hech qachon SMS kodni, karta PIN kodini, bank ilovasidagi parolni hech kimga bermang. Davlat organi sizdan telefon orqali karta parolini so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bilingki bu firibgarlik. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: o'zingizning pensiya va staj hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat hujjatlari. Farzand parvarishi bilan bog'liq hujjatlar, oliy yoki o'rta maxsus ta'lim davri bo'yicha zarur ma'lumotlar bo'lsa, bularning nusxasini alohida papkaga yig'ing. Hujjat eski, yirtilgan, yozuv o'chgan bo'lsa, oldindan arxivdan tasdiqlovchi ma'lumot oling. Ikkinchi qadam: pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'zingizning holatingiz bo'yicha ma'lumot oling. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz qanday hisoblangan, qaysi stajlar kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmaganini bilib oling. Agar pensiyaga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, kamida 2 yil oldin hujjatlarni tekshirtiring. Pensiyaga chiqish kuni kelganda arxiv izlab yugurish juda qiyin bo'ladi. 3-qadam: rasmiy daromadingizni tartibga soling. Agar siz hali ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan mehnat shartnomangiz bormi? Ish haqingiz rasmiy ko'rsatiladimi? Soliq va tegishli to'lovlar to'lanadimi? Shuni tekshiring. Hozir naqd olsam foyda degan fikr keyinchalik pensiya kam chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa 20 yoshdan oshgan fuqarolar bunga jiddiy qarash kerak. Chunki pensiya yoshi yaqinlashgani sari yo'qolgan stajni tiklash qiyinlashadi. 4-qadam: kommunal xarajatlaringizni hisoblang. Agar subsidiyalar qayta ko'rib chiqilsa, eng ko'p ta'sir elektr, gaz, issiq suv yoki isitish xarajatlarida sezilishi mumkin. Uyda qancha elektr ishlatyapsiz, qaysi jihozlar ko'p energiya yeydi, qish oylarida gaz sarfi qancha bo'ladi. Shuni yozib boring. Masalan, eski muzlatgich o'yga yangi tejamkor muzlatgichga qaraganda ancha ko'p elektr ishlatishi mumkin. Eski isitgich, yaroqsiz deraza, issiqlik chiqib ketadigan eshiklar ham xarajatni oshiradi. Pensioner uchun xarajatni kamaytirish ham daromadni oshirishdek muhim. 5-qadam: ijtimoiy yordamga ehtiyoj bo'lsa, hujjatlarni to'g'ri tayyorlang. Mahalla ijtimoiy himoya organlari, davlat xizmatlari markazi orqali mavjud yordam turlari haqida ma'lumot oling. Oila tarkibi, yashash manzili, daromadlar, nogironlik hujjatlari, tibbiy ma'lumotlar, yolg'iz yashash holati kabi faktlar aniq bo'lsin. Ariza yozganda yordam bering deb umumiy yozish yetarli emas. Holatingizni aniq ko'rsating.
Oyga qancha pensiya olasiz? Doğru xarajatingiz qancha? Kommunal to'lovingiz qancha? Siz bilan kim yashaydi? Qo'shimcha daromad bormi yoki yo'qmi? Aniq raqamlar arizani kuchli qiladi. 6-qadam, rasmiy xabarlarni kuzating. Telegramdagi noma'lum kanallar, qo'rqituvchi sarlavhalar, tez tarqating degan xabarlarga ishonmang. Qonun o'zgarsa, bu rasmiy manbalarda e'lon qilinadi. Prezident qarorlari, hukumat qarorlari, vazirlik va idoralarning rasmiy sahifalari, pensiya jamg'armasi xabarlari asosiy manba bo'lishi kerak. Agar biror xabar sizni qo'rqitsa, avval manbasini tekshiring. Hujjat raqami bormi, sanasi bormi? Qaysi organ qabul qilgan? Matni qayerda e'lon qilingan? 7-qadam, bank va karta xavfsizligini kuchaytiring. Pensiya kartangizni begona odamga bermang. SMS kodini aytmang. Agar telefoningizga subsidiya tasdiqlandi, havolaga kiring degan xabar kelsa, havolani bosmang. Bankka o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki rasmiy ilovadan tekshiring. Keksa ota-onangiz bo'lsa, ularga ham tushuntiring. Hech kim telefon orqali kod so'rashi mumkin emas. 8-qadam. Agar pensiyangiz kamaygan, kechikkan yoki tushunarsiz bo'lsa, darhol yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza yozing. Bankdan ko'chirma oling. Agar ushlab qolish bo'lsa, qaysi asosda ushlanganini so'rang. Arizada familiya, ism, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami. Muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdori bo'yicha hisob-kitob tafsilotlarini yozma ravishda taqdim etishingizni so'raman deb yozish mumkin. Yozma javob keyingi bosqichlarda sizga dalil bo'ladi. 9-qadam. Oila ichida pensiya masalasini ochiq gaplashing. Ko'p pensionerlar uyalib xarajatlarni farzandlariga aytmaydi. Natijada doğru olmaydi. Kommunal to'lovni kechiktiradi, qarzga kiradi. Agar oila birgalikda reja qilsa, masalan, farzand kommunal to'lovining bir qismini, pensioner oziq-ovqatning bir qismini, davlat esa imtiyoz yoki yordamni qoplasa, vaziyat yengillashadi. Xaridda moliyaviy reja uyat emas, zarurat. Azizlar, bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, 2026 yilda pensiya bekor qilinadi degan gap hozircha rasmiy tasdiqlangan haqiqat emas. Lekin byudjet xarajatlari, subsidiyalar, kommunal narxlar, manziliy yordam va pensiya tizimi atrofida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Eng katta xavf pensiyaning bekor bo'lishida emas, balki hujjatlarning tartibsizligi, norasmiy ish staji, yordamga ariza bermaslik, firibgarlarga ishonish va real xarajatlarning oshishiga tayyor bo'lmaslikda. Men sizga vahima emas, tayyorgarlik kerak demoqchiman. Hujjatlaringizni tekshiring, rasmiy manbalarni kuzating, pensiya hisobingizni bilib oling. Kommunal xarajatlarni nazorat qiling. Ehtiyoj bo'lsa ijtimoiy yordamga vaqtida murojaat qiling. Shunda qanday o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, siz o'zingizni himoya qila olasiz, sizningcha. Davlat subsidiyani hammaga bir xil berishi kerakmi? Yoki faqat ehtiyojmandlarga manzilli yordam sifatida ajratgani to'g'rimi? Pensiya miqdori bugungi narxlarga yetyaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Yaqinlaringizga yuboring, ayniqsa pensioner ota-onalarimiz ko'rsin. Kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, subsidiya va ijtimoiy yordam bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.